tashlab ketayotgan sevgan qizingiz. Uring endi. Jonim tashlab ketma, iltimos. Lattalanmay, dars urish kerak buni. Qo'lingiz sinsin urgan. Urmayman buni sevgilimmi? Siz sevgilingiz emas, G'ulomjon, o'sha qiz sizni xarob qilyapti. O'zga keling, erkak bo'ling. Bo'ldi. O'zim kelaman. Kim urdingiz? Shimo. O'sha mushukka olib beraymi? Uyda alamingiz o'shandan olasiz. Yo'q, kerak emas. Nima bo'lyapti o'zi? Tug'ilgan kuniga Qaybulla Tursunov bilan Hamdam Sobirov olib borishim kerak. Nima? Bilasizmi ish bilan kelishini ularni? Nima qilay, xolayapti-da. Xolaming o'lsin. Bitta variant bor. Qanaqa? O'rta Osiyodagi eng katta yangi O'zbekiston bog'i. Bu yerda piknik uchun qulay sharoitlar bor. Kenay bizdan ish hal qilaylik. U joyga endi kelamiz. Bo'la qoling. Bu bog'da har shanba, yakshanba kunlari katta konsert dasturlari ham bo'ladi. Kenay, menga Hamdam akam bilan Qaybulla akam keraklar. Cho'chimay G'ulomjon, ularni ham hal qilamiz. Cho'chimayapman, Kenay. 12-aprel kuni soat 19:00 da Qaybulla Tursunov keladi. 13-aprel kuni bo'lsa Hamdam Sobirov keladi. Voy, rekord uryapsiz. Aytgancha, kelin bolam rasmini ko'ryapsizmi? Mana. Shu xotinmi? Shuni deb shuncha harakat qildimmi hozir? Og'izga qarab gapiring, qiz bola bu. Nima deyapsiz? Tashqasini qarang, oyijondan kattaga o'xshaydi. Konsert kelsanglar, ona bola konsert kelibdi deb o'ylashadi. Kamongoda o'ziga qo'yib bersam bo'lardi bunga. Sevgim haqida unaqa demang, tushundingizmi? Hozir kenayimsiz degan qarab. Kenayimsiz. Kenayizman men sizni. O'shanga qarab o'tirmayman. Olib bermaymiz bu qizni sizga baribir. Olib berasiz, bo'lmasa shu yerda o'zim